Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxshi məsələ. Bugün 2024-yil 20 yanvar şənbə. Bugün mən tövəndəki məzmunlarını diqqətinizə sunuram. Aldı bilan iqtisad haqqında. Ondan keyin Amerikadakı köçmənlərin hekayəsini əks etdirib yazılған kitab Streets of Gold. Altın koçalar degan kitabның qısqacha məzmunu haqqında. Ondan keyin xoşal və sağlam yaşashning ochqichi nima degan shu savolni ko'r degan holda ishlangan bir tadqiqotning natijasini ko'pchilikka yetkazib qo'yay dedim. Buni aytib qo'yim. Bu tadqiqot natijasini Harvard universiteti ishlagan 85 yillik tadqiq qilish orqali ma'lum natijalarga erishgan. Ya'ni bayqashlarni qilgan, buni ko'pchilikka aytib beray dedim. Chunki ozodroq yashash, sog'lomroq yashash idraki joyida odamninki o'ylaydigini. Xo'sh, iqtisod haqida. Amerikaning iqtisodi o'tgan yil oxirida nihoyatda yaxshi bir holatda oxirlashdi. Ya'ni ishsizlik nisbati tuvan, pul paxalliq tuvanlayotgan, milliy daromad eshiyotgan shunday holda oxirlashdi. Bu pul muomala bozorida aks etdi. Shu kishilarning umumyuzlik pay chekida sağlam məbləğdə ösüş oldu. 20% artıq 20% ösüş oldu. Endi bu yıl başlanıb birinci ay çıqay davatıda 20'den aşdı çıqay davatıda. Yani 3-cü həftəsi qədəm qoydu. Birinci aylıq mölçərlər, birinci aylıq sallatı çıxmadı. Amma umumi halət nima deyəndə işsizlik nisbati tövən, pul paxallığı tövənləyatıda. Amma bazı şirketler adam qisqartıldı. Yasaş sanatida biraz yasaş sanatida fəaliyyətlərdə azraq aslaşma. Pul paxallığının ki tövəlləşigə noqul ösüm nisbətini qayta östürüşlam təsir qılıb qalmasdan, yəni bir mühim nəsə nəmədisə, babadın keyinki təminləş zənciridəki əhvalının yaxşılaşışı, yəni ta'minlash tarafdan mallar bilan ta'minlashninki yaxshi bo'lganligini kuch qo'shgan. Mana endi-chi desa, hozirgi ahvolda pul paxalligi tuvanlash qarab yuzilyotdi. Ishsizlik nisbati tuvanlayotdi. Lekin ishlab chiqarish sohasida, uy mulk sohasida biroz chekinish bor. Ba'zi shirkatlar adam qisqartqili turyotydi. Ba'zi shirkatlar adam qisqartqili turyotydi. Agar bu shunday bo'lsa, o'tgan qitim, ya'ni 12-oyning 30-kunidagi leksiyada so'zlaganda men Markaziy bankining boshlig'i Jeremy Powell kelar yil, ya'ni bu yilning boshlarida o'simni kesishdan azroq signal bergan degan. Agar ahvolda, ya'ni o'zgarish bo'lsa, ya'ni ishsizlik nisbati ortadigan ishlab ketib qolsa, o'simni kesishning ehtimolliği biroz yuqorilaydi. Agar unda olmay, pul paxalligi ish bitilgan bo'lsa, ya'ni ta'minlash zanjirida selikish bo'lib, pul paxalligi talabda bak chekinish bo'lmasa, ozish bo'lmasa, pul paxalligi yana ashida bo'lsa, ya'ni o'simni kesmaslik mumkin. Shunga hozir bu ahvollarga bir nima demak tas. Ammo makroluq siyosat belgilovchilar, yani pul muomala bozoriga ta'sir ko'rsatganlar, iqtisodga ta'sir ko'rsatganlar, yani Amerikaning Markaziy bankasining 12 tarmoq bankasi var. Mushlardan tarkib topgan. Bularning ichidagi banka boshlig'i 12 banka boshlig'ining ichidan 7 tanlanib, ochiq bozor komitetini tashkil qiladi. Bular shu o'sim nisbatini belgilashga nisbatan halqiliq ovoz bergan kishilar. Mana mushular iqtisodda ishsizlik ortib ketyotidi deb qaraydigan qarash ustunlikni egallab qolsa o'simni kesadi. Agar pul paxalligi ishib ketyotidi deb qarasa o'simni kesmaydi. Shunga 3-oyda o'simni kesadi, kesmaydi masalasi 1-oy, 2-oydagi iqtisodiy faoliyatlarning qanday bo'lishi bog'liq. Endi mikroluq mandaq bir hodisaga qaraydigan bo'lsak, uy jihozlarining bahasi tushilayotgan gap. İkinci qo'l mashinalarni, ya'ni boshqalar birini haydab baqin, azroq haydab baqib yoki haydab, ma'lum mazgil haydab, setadigan mashinalarning bahasida
tushish bo'layotgan gap. Uyning setilish, uy mulk bozoriga qaraydigan bo'lsak, uy mulk bozorida uy bilan ta'minlash qisib olganlikdan, uy olamiz deydigan odamlar adadini ziyada jiq bo'lganlikdan bahada tushmay, ammo uy olamiz deydiganlar bankaga borsa o'sim, mortgage yuqoriroq bo'lib ketganlikdan uyning setilish miqdorida chekinish bo'layotgan gap. Mubada pul bahollig'idagi pul bahollig'ining saviyasi chekinishga qarab yuzlansa, ishsizlik nisbati oshmagan ahvol ostida Markaziy bankka o'simni kesishi mumkin. Bu to'g'risida shundayroq bilib qolsak bo'ladi. Iqtisodga ta'sir ko'rsatadigan yana nurg'un omillar bor. Ba'zilar bir davlatning o'zining iqtidoriga boqmaydi. Ya'ni to'g'rilishib ketgan, yer sharilishib ketgan bu iqtisodda böyle dunyoning ma'lum yerida bo'lgan bir to'qinish yoki bir vabo, ya'ni bir ko'tarilgan vabo, ya'ni kutilmagan yerda iqtisodning umurtqasi urib o'tishi mumkin. Masalan, O'rta Sharqdagi to'qinishning kengayib qolish ehtimoligi bor. Qizil dengizda to'qinish bor dexe. Mao Asiya tarafda dengiz rayonlarida ba'zi to'qinishlarni bo'lmaydi, degilim bo'lmaydi. Bunday ahvol bo'lib qolsa, bu dunyoning iqtisodiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasidagi urush texcha davomlashyotadi. Buning oxiri ko'rinmayotadi. Dunyo ikki lagerga o'chib bo'linib ketadi. Bularning iqtisodga nisbatan salbiy ta'siri bor. Shunga bu yil 2024-yilda iqtisodning qanday bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan shunday omillar bor davlat ichidagi iqtisodiy ahvollar va muayyan siyosiy harakatlar. Masalan, kimning bu yil 11-oyda Amerikaning prezidenti bo'lib chiqishimi iqtisodga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Anadan sırt dunyoviy muhitning o'zgarishi, ijtimoiy tabiiy muhitning o'zgarishi, ya'ni klimatning o'zgarishi, anadan keyin urush, bu neft bahsiga, O'rta Sharqdagi urush neftning bahsiga ta'sir ko'rsatdi. Anadan keyin Osiyada to'qinishlarning bo'lib qilish ehtimolligini chekka qilib bo'lmaydigandek turdi hozir. Mana shunday ahvollar iqtisodga ta'sir ko'rsatadi. Albatta biz butun insoniyatga, dunyoga tinchlik, insoniyatga ozodlik, hurlik, tinchlik, mehribonlik, insoniy sifatlarni tilaymiz, ammo ma'lum bir odamlarning tilaklari bilan, millionlagan odamlarning tilaklari bilan ishlar undoq bo'lmaydi ekan. Ammo biz tilab turamiz, tilmagandan yaxshi. Xo'sh. Bu iqtisod to'g'risida. To'g'ri, yana pul muomala bozori to'g'risida men dedim ya, shifrli pul bozorimi, pul muomala bozorining bir qismi edi. Hozir mana Bitcoinning ETF tarqaldi. Bitcoinning bahosida tarqalishdan burun o'sgandi, 46 mingga chiqqan, hozir 41 minglarga tushib qoldi. Bozor degan shunday bo'ldi. Sil uradigan ish yo'q, tavrinib turdi. Ammo shifrli pul bozori haqiqatan volatility deb qo'yamiz. Buning tavrinishchanligi, o'zgarishchanligini aytish yuqori. Shunga buning mablag' saqlan vaqtda intayin diqqat qilib silish kerak. Jiqsel olmaslik kerak. Tashabbuslarim shu. Bitcoin 17 ming tushib qolgan vaqtda, Bitcoinning gapini debsiz mana hozir shitcoin bo'ldi degan. Hamda Bitcoinning bahosi o'sib 40 necha ming tushib qolgan chaqda gold coin deydigan odam chiqmaydi. Bu chaqchaq. Xo'sh. Hamda bu bo'layotgan ishlar bizning ijtimoiy hayotimizda, biz yashayotgan jamiyatda bo'layotgan ishlar, buni bilib qo'yganimiz yaxshi. Ona nisbatan tadbir olamdiq, ammamdiq, uningga qatnashmamdiq, o shaxsningki imkoniyatiga, arzusiga, qobiliyatiga bog'liq ishlar. Shunga e'lonlar, ammanglar, qilinglar, qilmanglar deyish menimcha behojat. Ammo bilgunimiz yaxshi. Bilmay turib qaror chiqarib qo'ysak, o'zimiz o'ylamay turib qaror chiqarib qo'ysak, anglab olgan, ko'rib olganga deb qo'ysak, jamiyatda har xil maqsadga gap qilgan odamlar bor. O'y fikrlarni masalan o'zining foydasiga, o'zining xushaligi uchun, o'zining huzuri uchun yoki o'zining manfaati uchun cho'siq qilgan odamlar bor. Bu odamlar qo'pab ma'lum bir mulkningki bahosi o'ssa ekan deb orzu qilsa, shuning gapini qildi, shu xuddi o'sidigandek. Ammo buningki
ba'zilar oxirida bir xil madaniy shakldagi qonunlashgan qo'ymichining rolini o'tab qoldi. Bu chaqda suv ketgan vaqt to'g'anishganning hech qanday ahamiyati yo'q. Şuna bu to'g'risida ishbirliq pul bozoriga nisbatan aytgan vaqtda yanılam konservativ shaklda, ya'ni o'zini tutulib asosdan mablag' sog'an yaxshi agar silish to'g'ri kelsa, balki silinishga bo'lmaydi. Shaxsan men jiqsamayman demoqchi. Az yegan ko'p yeydi degan gap bor. Endi Amerikaningki ikkinchi tema ko'chmanlik masalasi. Amerikaning ko'chmanlik masalasi bu Amerikaningki siyosatida har qitimliq saylam vaqtida kandidatlarning og'zidan tushmaydigan gap. Amerikada har xil iqlim qarashdagi odamlar bor. Söz erkinligi bo'lgandan keyin ular o'zining xohishini, o'y fikrini, arzusini aks ettirib turdi. Yazma shaklda, og'zaki shaklda, ijtimoiy munbarlarda uni buni deydi. Biroq haqiqiy girgi to'xtaydigan nima degan vaqtda ma'lum bir xil ko'z qarashning shularning irodasini aks ettiradigan qonun palata a'zolarining qalami orqali qonunlashtirilish, qonunlashtirilmasligi. Ya'ni ko'chmanlik masalasida Amerika ko'chmanlarni tarkib topgan davlat deymiz. 19-asrgacha asosan Yevropadan ko'chmanlik kelgan, andan keyin Afrikadan bular Uyg'urlar ko'rgan Yildiz degan televiziya filmidagi kontakentiga o'xshash odamlarni Afrikadan akilib, qul qilgan ahvoli bu mavjud bo'lgan tarixda bo'lgan ish. Amerikaliklar o'zini e'tirof qildi, uni ayblaydiganligi bor. Ya'ni bo'ldi ketdi deb qo'ymaydi demoqchi. Ya'ni insoniyligi, madaniyligiga kuchli bo'lgan odamlar ota bobolarni, tarixdagilarningki qilgan qilmishlarini, jinoyatlarini ochidi, ayblaydi, pushaymon qiladi, yamashqa to'lashga to'g'ri kelsa, o'shanaqa tirishidi degan gap. Bu Amerikaning ko'chmanlardan tarkib topgan davlat deymiz. 19-asrgacha asosan bular Yevropadan, Shimoliy Yevropadan odam qabul qilgan gap. Aqtanlik har qanday Yevropalik bo'lsa, Amerikaning chegarasiga kirib ketadigan gap. Viza bezlaydigan yo'q. Ammo 19-asrning oxiriga kelgan vaqtda bular ko'chmanlarga qarshi nemini cheklash, sonni cheklash to'g'risida ma'lum qarorlarni chiqarishgan, qonunlarni chiqarishgan. Ya'ni bak namrat bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, jinoyatchi bo'lsa yoki muayyan tug'ma yoki muayyan biologiyalik kamtik odam bo'lsa, biz bularni olsak bo'lmaydi deb. Undan keyin mana 120 yil vaqt o'tdi. 120 yil vaqtning ichida bu ko'chmanlarning Amerikaga kelish davri bir necha qitim bo'lgan ekanda 1860dan 1890gacha, chunki u chaqda Yevropada urush vahimasi va andan iqtisodiy jihatdan qiyinchilik va andan keyin muayyan diniy chakishlar bo'lgandan keyin bir qism Yevropaliklar Amerikaga kelgan. Shu paraxodlarga o'ltirib, shunday qiyin 30 necha kun dengizda yurib, ularning ichida nechasi o'lib degan o'xshash. Bizning Boston Plymouth degan yerda aqlar tunji qitim Amerika quroliga kirgan vaqtda dastlab o'tgan bir tosh bor. White Stone deb qo'ydi. Oq tosh u shu toshni bir aynakning ichiga olib qo'ygan. Boston kelib qolsangiz shu yerga olib beraman. Andan keyin keyin bular Amerikaning ichki qismlariga ashmishadan taralgan gap. Plymouth degan yerdan asosda taralgan gap. Yevropaliklarni ahil sabablar tufayli Yevropaliklarga kelgan gap. Andan keyin 1910 yil bilan 1930-yillar tarafida yana bir qism odamlar kelgan. Germaniyadan, u yerdan bu yerga odamlar kelgan. Norvegiyadan mojiq odamlar kelgan. Norvegiyadan asosliqi ular iqtisodiy jihatda Amerikaga berib, Amerikada fursat chiqqan. Bu ahvolimizni yaxshilaymiz deb kelgan. Italiyadan nomrod odamlar kelgan ekan. Bu kitap shu xil hikoyalarni yozgan kitap. Andan keyin u chaqda boshqa yerdan kelgan odamlarni bular chatga qoqqan gap ekan. Osiyalik bo'lsin, boshqa yerliklar bo'lsin, ularni olmagan gap. Andan keyin 1965-yildan keyin
Көчмәнләргә нисбәтән әйткән вакытта нисбәтән эркерәк сиясәт кулланган гәп. Инде 90 елларга килгән вакытта, Клинтонның вакытларында бу сиясәт техимы эркинләштерелгән гәп. Ягъни техниклык чәтәлдән килеп укыган адамлар, мишәк килеп Америкада укыш мөкавил укыган адамлар көп кысмы хезмәт тапа алайдыган адамларга хезмәт весүр барбара Америкага килгән гәп. Demek Amerika hem de muşunda hazır günde Amerika'da dünyanın hem yerden, ba devletinin batıldı sözleşilen hem yerden adamlar tepildi dep oylayım ben Amerika'da. 1890 yılları New York'un Manhattan rayonunda Ellis Island, Ellis Arılı deydi Amerika. Köçmenler tunç qitim aşağıdan ilqi sanını kontrol qilamiz, köçmenlerning sanını kontrol qilamiz degan chaqda aşu portdan paraq to'xtagan vaqtda odamlarni tizimlab shularga qabul qilgan bir ish bo'lgan ekan. Shu yerda bir muzeyxona ekan, muzeyxonada bir italiyalik shu vaqtlarda kelgan bir italiyalikni nomsiz bir italiyalikni degan gapi qo'yilgan ekan muzeyxonada. Nima desa? Amerikaning ko'chalari oltinga to'lgan ekan deb anglab Amerikaga keldim. Ammo keldimki, ko'rdimki, his qildimki bundaq 3 ishni. Birinchisi, Amerikaning ko'chalarida oltin yotmabdi. Ya'ni ko'chalarga oltin yaltilmagan ekan. Oltin bilan to'lgan emas ekan. İkincisi, Amerika'nın koçulları tüzülmegen ekan. Yasıgını yok ekan Amerika'nın koçullarını. Üçüncüsü, o koçularını tüzeş vazifesi, o koçularını taşlar bilan mındaq bezash, yasash vazifesi mendek adamlarga qolgan ekan degan gapni degan ekan. Demak, bu yerda qiladigan ishchi bir tarafdan rivoyatlardagi Amerika, ya'ni birisi real Amerika, bir tarafdan köçmenler her xil aşındaq arzular bilan kelgan gap, rivoyatdagi Amerikani anglab, amma reallikdagi Amerika boshqa. Ma'lum ma'noda aytgan vaqtda u yana muayyan fursatlarni berdi odamlarga degan gap. Mao Rand Abramovsky bilan Leo Boston bu ikkisi iqtisod tarixininki darsini o'zlagan iqtisodshunaslar. Men qizaloq Harvard o'qigan iqtisod fakultetida Leo Boston degan gap. Boston. Bular 2008 yılı Kaliforniyada içilgan bir yığında şu köçmenlerning ish to'g'risida fikrlashib qilib, o'sha haqda bir tadqiqot elib berishni o'ylashgan gap. Bu kitob 2022 yilda chiqqan. 10 yillik tadqiqotning natijasi. Hozir ancestry.com deydigan bir tor bor. Onda kishilarningki shu butun Amerikada shu 10 yilda bir qitim nopostni xotirlaydi emasmi? Masalan, isming nima, jinsing nima, qachon tug'ilding, madaniyat saviyang qanday, xizmating bormi, yo'qmi, uyingda kim bor degandek. Har bir 10 yilda sonliq ma'lumotni xotirlab olgandan keyin, nopostni tekshirib olgandan keyin bu burun ashuna qog'ozlarda bo'lgan bo'lsa, hozir ancestry.com deganda bu sifirlashtirilgan gapda, buning asalla erishkili bo'ldi degan gap. Şuna her bir 10 yıl burun 20 yaş çağda bir adam onu to'ldirgan bo'lsa, u çağda o oliy maktabda o'qiyotgan bo'lsa, 30 yaş çağda u yan to'shqizdi uni, uning yeshi yuqori, u çağda to'y qilgan bo'ladi, balasi bo'lgan bo'ldi, balasi bir ish qildi. 40 yoshga kelgan vaqtda u ning xizmat o'rnida o'zgarish bo'ladi, u bir shirkatning boshliq bo'ldi degandek. Mashina iz qo'g'lab tekshirish orqali yozilgan kitob, ya'ni sonliq ma'lumotlar asosida yangicha statistik usullarni qo'llanib, yangi texnikalarni qo'llanib, bütün uchurlarni bir-biriga bog'lab, maskanmaydiganlarni chiqarib olib, izchil bo'lganlarni saqlab, o'shundaq bir necha masalaga oydinlashtirgan gap. Ya'ni Amerikada har xil qarashga odamlar bor. Nima desa, Amerikaga kelgan odamlarning kuni yaxshilab osonboy o'ynab ketadi. Yoki bo'lmasa Amerikaga kelgan ko'chmanlar amerikaliklarning temir tovuqini yoki nenini tatib oladi. Yoki bo'lmasa Amerikaga kelgan odamlar jinni vaqamagan, qo'ldan ish kelmaydigan odamlar. Bularning hammasiga bularning sonliq ma'lumotlardan paketlar bilan javob bergan gap. Yana debdiki, ayni vaqt Yevropadan kelgan odamlar namratroq, madaniyat saviyasi to'varak, ammo ularning muayyan qobiliyati bor. Ma'lum bir ishlarni qila oladi. Ular kelib Pensilvaniyada ko'mir konlarda ishlab, Amerikaning o'tirq qismlari bo'lib yeziklik bilan shug'ullanib, Amerikada bular o'zi turayotgan davlat, ayni vaqtda o'zi ko'chgan davlatga qaragan vaqtda bularning turmushda yuksalish bo'lgan gap. Amerikada ish yuqori, fursat yuqori. Italiyadan kelgan birisininki kichik kelib, shu New Yorkda
ayaq maylaydigan dükkan içib beyğanlığını, Meksikalik birisininki Meksikada tug'ilib, ota-onasi Amerikaga kelish sababi bilan o'rta maktabda ispan tili o'qish sababi bilan Amerikaga kelib, mishada o'qib, oxirida Amerikaning yuqori sotning sotchisi bo'lganligi degandek yo'qsilishlarni yozib, the rags to riches, ya'ni gadaylıqdan baylıqça, gadaylıqdan şaxlıq, qulluqdan şaxlıqça degan o'xshash, gadaylıqdan baylıqcha bo'lgan ish nəhayət az. Bəzi adamlar, köçmənlər alamat qaldı deydi. Bunda adamlarning aslında bularning o'zining moddiy asosi yaxshi, kap chiqqan asosi yaxshi deb misollarni so'zlaydigan. Masalan, Elon Muskning dadasi, onasi, Elon Muskning asosi va aslida uning ijtimoiy iqtisodiy asosi yaxshi deydi. Ondan eBay'ning qurg'uvchisi Pierre Omidyar İranlıq. Bunun dadası doktor, anası doktor, ananınkin yana Google'ның qurg'uvchilarining biri Sergey. Bunun dadısının çoğun o'qiganligini asosning yaxshiligini deydi. Demak, yalaqadagi Amerikaliklar, Amerika basılan adamlar berib kunni yaxshi ketdi degan narsa, ammo u bir rivoyat deydi. Dastlabda 18-19 asrlarda kelgan adamlarning kuni nanki birinchi avlodning yaxshi bo'lishiga uzun vaqt ketgan deydi. Ammo ularning ballari keyin kunni yaxshi ko'rgan, kunni yaxshi qilgan deb chiqargan yakun nima desa, Amerikaga ko'chman bo'lib kelgan bu odamlar ko'pincha vaqtda Amerikaga gullanish, o'xshamagan madaniyat, ko'p xillikni, energiyani, kuchni olib keladi. Bularning ichidan har talantli odamlar chiqadi. Amerikaga kelib turib qolgan odamlarning farzandlari Amerikada yashab farzand ko'rgan odamlarningki, alarning ballari qirgan chaqda bularning kuni ishtirak yaxshi bo'ladi. Degan shunday yakuni chiqarib, asosan bu kitobni agar davlatning siyosatiga siyosat tuzishga tatbiqlaydigan ish bo'lsa, ko'chmanlarga nisbatan kengroq siyosat qo'llanish kerak deb. Chunki bu kitoblarning yozuvchilarining ikkilisi Amerikaning fuqarosi, ammo birisining o'zi ko'chman, Avramitskiy, ammo ayol Leh Boston ixtisosshunos, buningki cho'ng onasi ko'chman. Demak, Amerikada Obamaning degandek out of many we are all one degan gap ifodasini topgan degan gap, ya'ni ko'p xillikda birlik degan shu demakdir. Ya'ni Amerikaning qimmat qarashi bilan insoniylik, kishilik erkinlik, yuksalish, Amerika shuni qo'g'lashish, ya'ni xotirjam yashash, xizmat, baxtga intilishga tirishish, ananinkin hukumatninki, diktator vositalariningki tahdidlardan xoli bo'lish, so'zlash erkinligi bo'lish, anandan keyin o'zi o'ylagan moddiy turmushni qo'g'lish uchun tirishish, nurg'un fursatlarning borligini degan. Umuman ijobiy yo'sinda yozilgan, bu urib chiqarib deyilgan gap emas. 10 necha yillik tadqiqot orqali bir odamning dadasiga, onasiga, ularning ota-onalariga bog'lab asli kelib chiqishini anadan chiqarilgan yakun. Ya'ni Amerika umuman kelgan aytgan vaqtda, ko'pincha vaqtda o'ttirchi hisobda aytgan vaqtda ko'chmanlarning Amerikaga qo'shgan to'pisi zo'r. Ularning ballarıningki ahvoli, birinchi avlod ko'chmanlarning ballarining ahvoli ota-onasiga qaragan chaqda chiqib yuksalib qoladi. Amerikada tug'ilgan bu balla, ota-onasi boshqa davlatda tug'ilgan, o'zi tug'ilgan ballaning turmushi ota-onasi Amerikada tug'ilgan ballaninki turmushiga qaragan vaqtda üstürek bo'ladi deganni bayqabdi. Buni men deb qo'ydim. Buni deyishdan maqsad nima desa, dunyoning bu yerda Uyg'ur yoshlari bor, O'rta Osiyoda bor, boshqa yerlarda bor Uyg'urlar oliy maktabda o'qiyotgan, o'rta maktabda o'qiyotgan, Osiyoda bor bu Uyg'urlarning yoshlar. O'qib, TOEFL, GRE degan imtihonlarni berib, kelinglar, qayerda yashasanglar, Okinawada yashasanglarmi, yashaysizlar. Yana Budapeshtda yashasanglarmi, yashaysizlar. Ammo Amerikaga kelib yashasanglarmi, o'xshash. Mishada tirishib, ashu xil kuch, ashu xil emgak ijtihod bilan
tirishsanglar, mayada kuninglarning yaxshi bo'lishi ishtigrak bo'ladi. Qozog'istonda olamsizlar, Bishkekda olamsizlar, Uyg'ur yoshlari o'qib, TOEFL, JARI imtihonlarni berib, qo'rqmay, iltimos qilib shu maktablarga o'qish mukofotlarini olib kelsanglar, hatto kelvasanlarmi, dastlabda jafo tortsanglarmi, keyin kuningiz yaxshi bo'ldi demoqchi. Hammamiz tatgan o jafoni. Shu jafo tortib kirib ketgan, chiqib kirib ketgan aqlama. Vaqtning tamg'isi emas, yillarning tamg'isi emas bu. Xo'sh, shuni deb qo'yg'im keldi. Anandan keyin 3-tema Harvard Universiteti tadqiqotchilar bu tadqiqotni ayniqsa boshlaganlar rahmat qilib qolganlar qachon 1938-yili Boston tavasidagi bundaq oila sharoiti yaxshi bo'lmagan bang'bashroq toza yaxshi tarbiya maktab toza yaxshi o'qimaydigan bolalar bilan Harvardda shu vaqt Harvardda o'qiyotgan oliy maktabning 1-2 yillik bolalardan bo'lib o'g'illarni 10 yoshli o'g'illarni 18-17 yoshli o'g'illardan bo'lib 724 odamni bular iz qo'g'lab tadqiq qilishga tushgan. Ya'ni mush odamlar keyingi hayotida birinchisi qanchalik uzun yashaydi? Bularning hayotda razmanlik bilan xo'shal yashamdi, qanchalik uzun umr ko'rdi? Keyingi taraqqiyot qanday bo'ldi deb iz qo'g'lab tekshirgan gap. U tadqiqotni boshlagan odamni o'ylab bulab, uni davomlashtirgan odamni o'ylab bulab, uning varis qilishlarni chiqargan yakuni 85 yillik. Ya'ni tadqiqotning natijasi bunda. Buni longitudinal study deb qo'ydi. Ya'ni o'xshash shayni, o'xshash odamni uzun mezgil kuzatish. Shuni kuzatish orqali kishilik hayotda xo'shal, razmanlik bilan sog'lom yashashning ochqishi nima degan javob topgan. Bularning javobi munolardan iborat. Eng muhim masala nom sharaf emas, mol dunyo emas, qattiq ishlash emas. Eng muhim razmanlik bilan xo'shal yashash, sog'lom yashashga ta'sir ko'rsatgan ochqishlik omil kishilik munosabat deydi. Kishilik munosabat. İctimai munosabat, kishilar bilan bo'lgan munosabat. Ya'ni tannolik, ayrilib yashash, qaqdan qechib yashash, yolg'iz yashashniki shu odamning sog'lomligiga, xo'shal yashashga nisbatan salbiy ta'sirini yuqori. Kishilar bilan yaxshi o'tgan, jamoatchilik qilib yashab o'tgan, do'sti bor bo'lgan, sirdoshi bor bo'lgan odamlarningki razmanlik darajasi yuqori. Yana bu xil yaxshi bo'lgan ijtimoiy munosabat kishilarga bir necha jihatdan foydali demoqchi. Bexatarlik tuyg'usini oshirishga, bexatarlik amonlik tuyg'usining bo'lishiga, undan keyin hayotda egizpastlik bo'lgan vaqtda ko'ngliga kelganini deydigan sirdishining bo'lishiga, undan keyin xizmatlarda, o'qishlarda, xizmatlarda va yana qilayotgan, tiklayotgan egilliklarda muayyan bir mentor deb qo'ymizga ustozlarning bo'lishi ijtimoiy munosabatning yaxshiligidan bo'lgan gap. Yani bir adamdan inaga tuvallik bilan so'rab, aka, ya ma'lum, manda qilay deganda, manda bo'ldi, bulayotman deb maslahat so'rasa, bir normal odam yaxshi maslahatni berdi-ku. Anandan keyin manda bir ancha-muncha ijtimoiy faoliyatlar bo'ladi. Ijtimoiy faoliyatlarda o'ltirib, xuddi bizning mashrabga o'xshash. Mashrabda kishilar yaxshi gaplarni qilishadi. Ko'ngilni ozoda qiladigan gaplarni qilishadi. U mashrabni hammadan bilan qilolmaydi. Bizning do'sti bilan qiladigan gapqa odamlar. Demak, Harvard universitetining bu tadqiqot natijasi mana mushu xil ijtimoiy kishilar o'tirsidagi ijtimoiy munosabatning yaxshi bo'lishi, yaxshi kishilar bilan yaxshi o'tish san'atining yuqori bo'lishi bir odamni hayotda razmanlik bilan yashaydigan, xo'shal yashaydigan qildi, sog'lom yashaydigan qildi. Chunki bu xil munosabat bir xil kishilarni so'yib, kishilar tomonidan so'yilib yashashning o'zi odamning immun kuchini oshirdi. Besimni, g'am andishini tuvallaydi. Bunda bo'lgan vaqtda ularning diabet kasali bo'lishining, bo'g'im kasallari bo'lishining, yurak kasali bo'lishining va boshqa so'zilma xarakterli kasal bo'lishining nisbatini tuvallaydi degan o'sha yakuni chiqaribdi. Ham ro'yi jihatdan, ma'naviy jihatdan, jismoniy jihatdan yaxshi bo'ladi degan gapni yakuni chiqaribdi. Ikkinchisi oilaviy munosabatning yaxshi bo'lishi deb. Umuman aytgan vaqtda hech kimning turmushi tuz hamisha yiqimliq g'ash-g'ushsiz o'tmaydi debdi. Ya'ni yu shaklli bo'ldi debdi.
U şekillik. El şekillik olsa çatak yani. Dastlabda naytda oqtaq qızıb boqtaq soyub deydi. En yaxşı başlanıplar ötüp az vaqt ikilla ajrashiblar manda bo'lib qolgan gap. Ajrashib tuzsiz qaylinib ketgan gap. Chiqsizlikdan tuzsiz qaylinib ketgan gap. Amma mana nima deb bo'lsa, U şekillik. Dastlabda qizg'inlik bilan muhabbatlashib, to'y qilib birga kirib, hayotning issiq-sovuqlari, farzandlik bo'lib, andan to'qinish o'bu ko'rilib, shunima tang yengilganlar, bularning oxirida bir-birini tushunadigan, bir-birini qo'llaydigan issiq-sovuqda bo'lib olganlar, bular oxirida xo'shallikni qaytarib olaydi deydi. Mana bunday odamlar, ya'ni to'y qilib, shunday egizpasliklarni yengib o'tadigan odamlarningki oxirgi umri yaxshi bo'ldi, bir-biriga nisbatan qo'llash bo'ladi, ko'yinish bo'ladi, muhabbati kuchaydi, uzun umr ko'rdi debdi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi sog'lomlik. Alqi chiniqish. Ya'ni davomli fizikalik harakat bilan shug'ullanib bo'lgan vaqtda mayli yugurish olsun yoki kuniga 8-10 ming qadam ep berish olsun, buni cho'qim qilish kerak. 8-10 ming qadam ep berish olsun. Bu night muhim. Ya'ni xuddi bir mashinani elib, uni yaxshi tutsa, uzun saqlaqlab olgandagidek odam o'zining badanini asrash kerak ekan. Mushularni debdi. Men ko'pchilikka mushu ahvollarni yetkazib qo'yay dedim. Ya'ni yashayotgan dunyolarimizda ishlarga, qo'limizga ta'sir qilgan ishlar va o'zimiz qila oladigan, o'zimizga ta'sir qilgan ishlar bilan bo'lib, bizni o'zgartirmaydigan, bizga munosib yo'q gaplarga aralashmaganimiz, ishlarga aralashmaganimiz yaxshi demakchi. Bo'lmasa desa, ma'lum bir ish bor. Nachar taraf bor. Uni siz yakkalda o'zgartirmaysiz. Shunday u sizning qo'lingizdan kelmaydi. Masalan, bir yerda shunday qattiq shamol bo'ron chiqib daraxtlarni vayron qiladi. Uni siz bir apsini o'qib to'xtatmaysiz, bir ish qilolmaysiz. Unda shu bo'lgan chaqda eng yaxshisi nima desa, bir joydan panoh olib o'tiradigan gap shu bo'ron ketkicha, quyun ketkicha. Bir qidim biz o'yilib kelib az vaqt ekan bizning rayonimizda shunday quyun chiqib, bizdan bir 10 necha chaqirim yiroqdagi bir taunni tuzlab etdi. Shu bo'lgan chaq biz nima ish qildik? Biz yer ostiga kirib o'tirib oldik. Shu atrofimizdagi daraxtlarni yo'q bo'lgan sundirib etdi shamol. Masalan, uni ish qilolmaymiz demakchi. Ajab chiqdi ma'vo deb qag'ab o'tirishning hojati yo'q. Qisqasi chiqdi. Irodamiz bekinmaydigan ishlar bo'ldi. Ammo o'zimiz tanlab qila oladigan ishlar bo'ldi. Masalan, yaxshi ko'rgan do'stlarimizni, sirdoshlarimizga yaxshilik tilash, ular bilan ko'rishib turish, kitob o'qish, chiniqish, kech bo'lgan chaqda tomoqni oz yeyish degandek ishlar. Buni biz qila olamiz. Kimlarga maslahat berish, kimlardan bilim o'rganish degandek ishlar bu bizni ma'naviyatimizni kuchaytirib ma'nodan ishlar. Buni men ko'pchilikka deb qo'yaman. Mendan yana bir ish New York vaqt gazetida chiqibdi, necha kundan oldin bir maqola. Hozir Amerikada rak kasali burun qiyriladi bo'lgan rak kasallari hozir 30 yoshlik yosh kasal odamlarga nima qilib turibdi, bundaq taralib turibdi. Cho'nglarda, yoshga cho'ng bo'lgan chaqda ko'rilgan kasallar yoshlarga, 50 yoshdan tuvan odamlarga. Ya'ni bularning ko'rinaligi erlarda, ayollarda bo'lsa umumyuzlik 3 ay rak kasali. Sal o'tkazayotgan tikillar chataq demakchi bu. Anadan keyin ayollarda ko'krak kasali. Ko'krak raki, bunday kasallar jiqay qilib turibdi. Shunga iqtisodda biz deymiz prevention is cost effective than treatment deb qo'yamiz. Ya'ni oldin olish, davolash qaragan vaqtda tan narxi tuvan bo'ladi deymiz. Shu har yillik sog'lomligimizni tekshiradigan doktorimiz bilan ko'rishgan vaqtda PCP primary care physician deb qo'yamiz. Cho'qim bir yilda qonimizni tekshiraydi, qon moddasini tekshiraydi, kolesterolni tekshiraydi. Tekshirib, andan keyin ishibdi, tushibdi, HDL manda olibdi, LDL manda olibdi degan gaplarni deydi. Shunga qarab, turmush usulimizni, chiniqish miqdorimizni oshirsak, yemak-ichmakimizni tangsak yaxshi bo'ladi deymi? Hammanglarga sog'lom, natijaga to'lgan, ozodlikka to'lgan shunday bir hayotni tilayman. Sog'lom bo'lgan chaqda ma'naviy jihatda, jismoniy jihatda, iqtisodiy jihatda
həm sağlam, həm qudratli bo'lgan vaqtda yaxshi kunlarni barpo qilg'ildi, o'zimizga emas, jamoatimizga, hammalarga. Ko'pchilikka ko'p rahmat.